qirg'oqqa chiqib aram olmoqchi bo'lsa, telekamera avtomatik xizmatdan to'xtaydi. Ammo hech kimmi telekameraning normal xizmat qilishi yoki dengiz shirining dumbisida muqim turishiga kafolatlik qilolmaydi. Simon sunyamra orqali bu dengiz shirining izini qo'g'lay oladi. Bu qitim hammani bir yo'lida to'g'ri tishdi. Va muvaffaqiyat qozonish orzusini bu dengiz shiriga bog'ladi. Simon dengiz osti operatorini saqlayotganda uning aspirant o'quvchisi Christian Peters Adelaide'da buyruqqa binoan Avstraliya dengiz shirining oyoqlarini yig'ib analiz qilishdan iborat bir jafoliq ish bilan aldirash edi. Quramga yetgan kishi yoki erkak dengiz shirining cho'ng tartini elish uchun hamisha xeyli uzun vaqt saqlashimizga to'g'ri keladi. Bunday chaqda tex ularni avar qilishga bo'lmaydi. Ish tugagandan keyin avrishga ilib qaytamiz. Avrishkidan arzroq ilib DNA analiz qilamiz. Eshib qolgan yemeklik qoldiqini tekshirishga ishiltib, loligo, siyobeliqi yoki sumak boyuqligini izlab boqamiz. Ammo Avstraliya dengiz shiri yeganlarini pak-pakiz hazm qilib bo'lgan bo'lib, hatto so'ngakmi qamagan edi. Shunga uning nima yeganligini bilish qiyinga to'xtadi. Avstraliya dengiz shiri oziqlikdan to'liq foydalandi. Chunki ular bundan yetarli issiqlikka erishib, yemeklik izlaydi, avlod qoldirdi, bolalarni boqadi. Bundan sirib, ularning oshqozonida tosh bor bo'lib, hazm qilinmagan qoldiqlar bor bo'lsa-mu, ko'pinchisini tosh ezib yetadi. Ammo ularning moyiqi orasidan yemeklikning kelish manbasiga hukm qilib bo'ladi. Rostgapni aytganda ularning yeydigan yemekligi bakma qiziqarliq. Ular loligo siyobeliqini yeyishga amroq. Biz 2 xil 8 oyoqli siyobeliqini bayqadik. Bu naqd xeyli qiziqarliq. Yana bir qism cho'nqur dengiz beliqimi bor. Ularning yeydigan narsalarning ko'p qismi dengiz qinidan kelgan. Shunga Avstraliya dengiz shirining dengiz qinida yemeklik izlaydiganligi hukm qilib bo'ladi. Christian DNA analiz natijasidan Avstraliya dengiz shirining nima yeydiganligini radga turg'izib chiqdi. Ammo Simon ularning yemeklik o'g'lishining qanchalik qiyin ekanligini bilmaydi. Ularning yana qanday o'g'lash texnikalari bor. Bu savolga suv ostidagi ashu telekamera javob bera oladi. Bu yiroqiyat emas. 2 kundan keyin surat kelishga mas'ul dengiz shiri Lewis Arliga qaytarib kelindi. Birisi o'tib ketdi. O tarafda. Hozir ko'rsatgan tarafda. Shishir dengizga qaytib kelishdan burun uni tutib olish kerak. Simon va uning hamrohlari telekamerani darhol ilib o'tmoqchi bo'ldi. Ammo bu qitim narkoz dorisi yetarli ishlatilmagan edi. To'xtang. Uni burni qapqib kirdi. Yaxshi, astroq, ha? Davomliq, yana 2 qitim. Yaxshi. Endi eng cho'ng ochsangiz bo'ladi. Uni tutib turing, men uni kirgizay. Biz tunji qitim Avstraliya dengiz shirining badaniga bu sistemini ishlatdik. Bo'libmi, har qitim ularning nima ishlarni qilganligini tekshirganda xeyli ahamiyatli his qilamiz. Yana qanchalik vaqt ko'gili bo'ladi? 2 soatda. Bu qitim ularning turmushini 3 o'lchamlik nuqtadan kuzatish fursatiga erishdik. Bu tunji qitimligi. Buni so'qib buzib yetibdi. Bu tarafim buzilibdi. Yanla oldi bilan mashq qildirayli. Bu qitimqi suv ostida surat kelish bizning fotografga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatmadi. Keyingi qitim tush tashlaganda uning dumbisidagi tuki o'sib chiqadi. O tatgan suratmo Simonning Avstraliya dengiz shirini qo'g'dash loyihasi tuzishini mustahkam paketlar bilan ta'minlashi mumkin. Xatarlik marjon xadi toshlari tarafdagi ona dengiz shiri va uning bolalarining hozirgi ahvoli qandaqdir? Uning bolasi 6 oylik bo'lib qoldi. U boshqalarga o'xshash to'lqin yerishni o'rganishi kerak.
6 oylik dengiz shiri 40 metr cho'nqurlikqa sho'ng'ib kira oladi. Ham kichik orolga 60 kilometr keladigan joyga uzib bora oladi. Biroq u bugun ozroq ishkilinib qoldi. Bu chaqda onasining ilhom berishi xeyli foydali. Başqa dengiz shiri dengiz yilpiziga selishtirganda Avstraliya dengiz shiri bolalari onasi bilan 6 oy birga yashaydi. Simon ularning dal shu 6 oy ichidagi vaqtida butun bir jamiyatda onalaridan miros qolgan o'g'lash maxfiyatliklarini o'rganalamdi deb gumonlandi. Biz Avstraliya dengiz shiri bolalarining taxminan 4 oylik bo'lgan chog'larida turib nihoyat tashabbuskorlik bilan onasiga ergashib, ozuqliq izlaydiganligini kuzatdik. Biz ularni mushu xil usulda yashash mahoratlariga varislik qilib, ay bo'lish nisbatini o'stiramdikan deb qaradik. Dal mushu xil alohida ona bolalik munosabat Avstraliya dengiz shirlarini boshqalardan farqlantirib turadi. Ma'lum bir kuni cho'ng bo'lgan dengiz shiri yana bolalarga nalarga berib, nimani tepib yeyishni o'rgatadi. Simon va uning guruhidagilar dengiz shiri suratga olgan sin ko'rinishini ko'rmoqchi bo'layotdi. Haqiqiy ahvol oshkorlanadigan vaqt keldi. Sin ko'rinishini ko'rgandan keyin bekorga avar bo'lgan bo'lmaganligimizni bilamiz. Yaxshi, o tövenge sho'ng'ishga boshladi. Eng asta qarab uzyotdi. Simonla izchil dal mushu paytni saqlayotgan edi. Vah, nim degan chiroyliq. Bak güzelken. Av dengiz bulutlarini ko'rdinglarmi? Har bir tal toshning ostiga chiqaryotdi. O bu beliqlarga ancha qiziqmaydi ekan. O xil tanlaydi ekan, ha? Keldi. U bir narsani qo'g'layotganda qiladi. O toshlarning ostiga uzib qolganda dengiz ostini beklaytibdi. Faqat o'ylamabdiman. Qaranglar, boshqa beliqlarmi keldi? Rost ishongim kelmayotdi. O birisini izlayotgan bo'lishi mumkin. O rostli bir narsani izlayotdi. To'g'ri, uning omad tilayli. Bu kishilarning tunji qitim Avstraliya dengiz shirining suv ostida ozuqliq izlagan holatini ko'rishi. Keldi, tez qaranglar. O bir beliqkan. Rasbaq qaltis bo'ldi. U yana qo'g'layotdi. Oho, u bakli yomonkan. O dengiz yuziga laylab chiqdi. Qirg'oqqa yaqinlashyotdi. Nima degan aqlliq. Ustida laylab turib olsa, cho'ng akuladan munofialni alaydi. Bu bexatar oziqlanadigan joy. Bak qaltis. Bak chiroyliq. O beliqning badinda chekitlar bor ekan. Aniqlab beliq. Bak qaltis bo'ldi. Bu ana dengiz shiri qayta bu tog' jinslarining atrofiga kelib o'xshash bir xildagi beliqni izlamoqda. Bu shunidan derak beradiki, har bir dengiz shirining o'zlarining ozuqliq izlash o'rni bor. Yana o'xshashlar kishini hayron qoldirdigini ular bu cheklik ozuqliq uchun shundoq uzun orliqqa uzib bordi. Ular badan quvvatini saqlashni beklab oladi. Su ostiga 40 metr cho'nqurlikdagi joyda nima izlayotgandi? Dengiz ostiga o'zib bordi. 40 metr cho'nqurlikdagi joyda farq etishchanlik bak yaxshi ekan. Manzara faqat o'xshamaydi ekan. Bu joyda hech nima yo'q bo'lsa-mu, u yana uzyotdi. Ko'ryapsiz, yana uzyotdi. Shuncha jiroqqa uzib bordi. Bu bo'yaga qilcha qiyolmayotdi. Faqat uzib yuryotdi. Bu zot nima izlayotgandi? O nishonni topdi. Bosh putuqlar. Oligosiya beliqimi?
Menimcha 8 oyoqli siyoh beliq uni qumliqdan tepib chiqdi. Siyoh xaltisi qo'zg'aldi. U qo'g'lamoqchi. Vah, tutib oldi. O, qolgan siyohlarni itilib chiqdi. Bak hayajonlanib ketyapman. Ta'sirlandingizmi? O tek suv ostida ozuqlandi ekan. Hozir o boshqa narsani qo'g'lab yemoqchi. Nima degan qiziqarliq. Ko'z oldimizdagi ko'rinish bilan yana bir telekamera suratga tortgan ko'rinish asta-asta Avstraliya dengiz shiri jamiyatining mahbiyatini kishilar oldida namoyon qildi. Bir anishir yo'shirin zarb berish tadbirini qo'llandi. Yana biri o'ljisini to'xtamay qo'g'ladi. Shuncha uzun saqlaganimizga yarasha ish bo'ldi. Shundoq bir qaltis bo'ldi. Odamning ishongisi kelmaydi. Ana dengiz shirining harakati Simonning dengiz shiri to'g'risidagi nazariyasini dalilladi. İnsanlar bilan Avstraliya dengiz shirining dengiz okean boyligidan o'rtaq bahramand bo'lishi shu joyning o'ziga xos tabiiy tarixining bir qismi. Suv ostidagi bu hal qilg'uch ko'rinishlarni suratga tortgan Simon tadbir qo'llanib, insonlarning Avstraliya dengiz shiri oziqlik izlaydigan joyda o'lishini kontrol qilib, Avstraliya dengiz shiri bilan insonlarning tinch o'tishini umid qiladi. Tekshirish oxirlashdi. Simon damosi bo'ladi. Hozir qiladigan yana bir ish bor. Simon Beritto qo'ltig'iga kelib, Avstraliya dengiz shiri bilan birlikda suv uzalaydigan bo'ldi. Shunda, bugun biz Avstraliya dengiz shiri bilan birlikda suvga tushsak, cho'qim va qiziqarli bo'ladi. Biz izchil qirg'oqda turib bu hayvonlarni kuzatdik. Asbobdan foydalanib ularning dengizda nima qilganligini faraz qilamiz. Bu xizmatlarni aytib qiziqarli, ammo hech qanday ish dengizga tushib bu hayvonlar bilan yaqindan uchrashishda qaltis emas. O'z ko'zingiz bilan ularning faoliyatini ko'rish, ham turtki bo'lish kishini hayajonga soladi. Dengiz shiri bilan birga suvga tushgili bo'ldigan yer ko'p emas. Men lahangdan qo'rqaman. Xizmat qilgan chaqda men nurg'un lahangni ko'rdim. Ammo bu yer intayin qaltis. Atrofi qo'g'diladi. Dengiz shirlari bilan xotirjam suv uzalayman. Japolik tekshirish xizmati oyoqlashgandan keyin Avstraliya dengiz shiri makonida ular bilan yaqindan uchrashish o'zini mukofotlaganlik hisoblanadi. Voy, bak ozgan. Mening ko'p vaqtim quruqlikda Avstraliya dengiz shirini tadqiq qilish bilan o'tadi. Biz quruqlikda faqat tasavvurimizni to'liq joriy qildirishga tayinlatdik. Ammo yana suvga tushib, ularning dunyosiga kirib, ular bilan birga turish qaltis bo'ldi ekan. Ular bilan birga bo'lganda ularning dengizda yashash uchun mushundoq ajoyib taraqqiyot jarayonini boshdan kechirganligini his qila olasiz. Haqiqatan kishini hayron qoldiradi. Bu hayvonlarning bu yerda ozuqlik izlash yoki avlod qoldirishdan boshqa, albatta lahanglarga yem bo'lishni hisobga olmaganda, ularning bu dengizdan huzurlanadiganligini, bu yerda xo'shal o'ynaydiganligini his qila olamiz. Bu nuqta haqiqatan oddiy emas. Simonning Avstraliya dengiz shiriga bo'lgan tadqiqoti to'xtab qolmaydi. Onun bayqishi bizning bu ajoyib dengiz jonliqlarini texmi yaxshi qo'g'dishimizga, dengizdagi bu darajdan tashqari onalarning aql parostini avlodma avlod qoldirishiga yordam qila oladi.